Qara Uyg'urlar 3. bölüm. İstanbul güzelligidan jahanda bir sanalgan. Hem turmushdaki qattiqligidan jonni oladigan olamshumul bir makan. Bu makanning ham dunyoning hamma issiq so'qoqlarini beshidan kechirib, har bulungda qaqti-so'qti qilinib, yig'ilib qolgan bir Uyg'ur to'plumi yashaydi. Ular o'zlarining ikkinchi vatanini sanalgan Turkiyaga kelishdan burun nurg'un arzu-armonlarni ko'ngillariga pukkan bo'lib, o'z vatanimizda yashash imkonidan ayrilib qolgan bo'lsaqmi, ana vatanimizdan farqi yo'q Turkiyada cho'qim insoniy izzat hurmatimiz bilan yashaymiz deganni ko'ngillariga pukishgan edi. Ammo reallik ularning ko'p qismiga hayotdagi adolatsizlik, rezillik, insonsizliklarni yana bir-birlab ko'rsatmoqda edi. Bo'libmi vatandagi shovduyjonlarcha odam ezish uslubini chet ellarga aynan ko'tarib chiqqan bir qism xonjuqlarning dernek qurib, oila kollektivi bo'lib bilib, har nafasda o'z nafsiga cho'q tortadigan, pul manfaatga kelganda o'z ota-onasini tanımaydigan bir qism turk amaldorlari bilan til biriktirib olib, orada qolgan bechora Uyg'urlarni qaqti-soqti qilishni bir xil tijoratga aylantirib olishi, qulluqning azobini o'lgüch tortgan mazlum Uyg'urlarni yana qulluq bildirib yashashga majburlaydi. Bir zamonlarda xalq hurmatlagan bir jamoat arbobi qurgan ma'rifchilar derneki bu arbobning sirliq o'limidan keyin talati aynan qora deviga o'xshaydigan ish inson iskati bo'lmasa-mu, nomus qilmasdan yuqori-tuvan so'rinlarda yerga sangilab qolgan salpan qo'saqlarni so'rab yurib, siyosat o'ynaydigan shovduyjon Aqam Sayitullahning changilida qolgan edi. Bu kasofatning terisi qadam bo'lg'ach, nomusni bilmesi kerak. Va yoki kunda bir paxlan yemsa g'aliyan ko'tarib turadigan so'ralma qo'sqining jiddili sabablik qilin yuzini daptaq qilib, siyosiy tijoratga boshchilab kirib ketgandi. Aytavur, bu maxluq hech nomusni bilmaydi. Odatda sat, iskatsiz insonlar ko'zga ko'rinishdanmi o'rindigan bo'ladigan. Ammo bu zo'rlab satdi maxluq sahnaning o'ttirisiga oshiq edi. Sahnalarda o'tirib o'zining millat ishlari yo'lida kechilab ishlab tinimsiz to'kib qo'shib kelayotganligi, hatto ba'zida osh qolganligini so'zlaganida ba'zilarning nomusdan ta'turpaylari tortishib o'tirgan yerda qo'rilib qolgan ahvollar ko'rilgan edi. To'g'ri, bu tag'ardimmi yo'g'on qo'saqni tundurmoq oson emas-da. Ba'zilar yerim ekmek yeb qo'sib to'ygan bo'lsa, bu maxluq balkim 3 ekmek yeb qo'sib to'ymagan bo'lishi mumkin. Uni tabiiy osh qilishdanmi yoki adabiymi deyishib kulishib qo'yadi. Keyincha bularning rezilliklarini to'liq ko'rib zerikkan xalq uningga o'rinni bo'shat deganda, u papi diva o'zining ekraniga chiqib dabdaba bilan "Nimani bo'shdi-da? Qaysi o'rinda? Bir qancha aqamsoylar birlashib qurgan dernek bu. Agar aqamsoylar menga shu gapni desa, ondan o'ylashadigan gap bu. Gap qilmiz qilmaqaylam" deb chiqanishib ketgan edi. Xalqaro Sharq Turkistonliklar birligi raisi degan qalpoqni majburiy kiyib olgan bu qora devining aqamsoylardan so'z etishi uningda insonlik safodining hech asar yo'qligini aniq ko'rsatib turadi. Uningga kunda bir Uyg'urni chaqtirib turmaga so'litib qo'yib, ondan haliqi turk sheriklarining oldiga berib, uni qutqizib olgan bo'lib ko'rinib, xalqqa o'zini qutqizg'uchi qilib suratlashdek pastkash o'yin davom qilsalar yetarli edi. Chiqilib kunda yeydigan bir paxlanning puli chiqish kerak. Tijorat degan shu-da. Ularning razil o'yinlari ba'zida o'zlarining po'q burab turadigan og'zidan bilmay chiqib ketgan so'zlari orqali oshkorlanib qoladi.
Bir qatim onun 1 metr chiqmaydigan Shao Sunjang yordamchisi bilmay Qur'onga haqorat qilib saldi. Uning deyishicha, Türk hökuməti təsdiqlagan vətəndaşlıq sanını aldı bilan öz urug tuqqanlarına berişi Qur'onda yazılganmış. Dini suratga kirilib xalqni aldab kelayotgan bu maxluqlarning öz sapasızlığı sababli mushundaqmi ahmoqona gapni öz ekraniga ko'tarib chiqishi bu maxluqlarni bir mezgil sarasimga solgan edi. Ama yüzümden qalilligi, jinimning rohati degan so'zni o'zlariga qibla nomi qilib olgan bu afg'onlar o krizislarni siliq sipoyi o'tkazib oldi. Bu ma'lumlar İstanbulni chetiga besib yotar ekan, Uyg'urga kun yo'q edi. Turkiyani ikkinchi Misr bo'lmaydi deb hech kim kesib etolmaydi. Shunlashqa qora Uyg'urlarning bu qatimqi nishoni dal qora diva edi. Alayda vazifa bilan kelgan 2 nafar qora Uyg'ur İstanbulda 3 kundak turib kuzatish elib bordi. Va Hakam Sayitullah'a yaqinlashishning yo'li ustida izlandi. Bir kuni Hakam Sayitullah ishxonasida 1 metrlik yordamchisi bilan hisob kitob ustida maxfiy suhbat qilib o'tadi. Boshqalarning hammasi o'ylariga qaytishgan bo'lib, xeyli kech bo'lib qolgan. Atrof jimjit edi. Ular toza qizg'in o'ynashayotganda ichidan yem taqalgan ishik tuyuqsizlar gulubda ichiga yiqildi. 2 baslik qora Uyg'ur kirib keldi. Nima bo'lganini ichidagi ishkadan aniq sezgan edi. Qora divining ko'z oldiga Van Katibning o'limi keldi va vahimalik chiyqirab tashildi. Çəddəslik bilan ularga yaqinlashgan 2 qora Uyg'urning biri qechishga yo'l topolmay turgan 1 metrlikning bo'ynini shundoqla to'lg'agan edi. Uning razillik to'lgan nejistani gulubda yerga yiqildi. Yana bir aylan sekund ichida qora divining og'zini yetib oldi va qo'llarini orqaga bog'lab tizlandirdi. Aslida 2 qora Uyg'ur qora divini biroz sotlamoqchi edi. Ama bu çoşqa qo'rqqanidan ishton-pishtonni bulg'ib etgach, ishxona ichini bir xil chidog'usiz sesiq puroq besib, odam turolmas holga kelgan edi. Ular bunga bardoshlik berolmay, ishni darhol tamomlashni qaror qildi. Va qora devining put-qo'lini mahkam bog'lab, o'ngda yotqizib, qo'saq qismini echib, kindikiga pilta yiqib chiqib ketishdi. Bichar qora devining badanining 60% haramni to'liyab yig'ilib qolgan haram yog' bo'lg'ach, bu maxluqning nejistini odatdagi shamdanmi tezroq ko'yatdi. Atrofni zaharli gazdimi ses hid bosdi. 2 qora Uyg'ur qorong'u tunda un-tunsiz g'oyib bo'ldi. Ertasi atigini ishxonaga kelganlar atrofga liq saqchi mashinasi to'g'anligini bayqab Antan qilishdi. Bu yerga yaqinlashmasdilla bir xil zaharli gazning hidini purishib, biror ximiyalik zavodda portlash yuz bergan chog'i deyib qolgan edi. Ular ishxonaga yaqinlasholmasa-mu, yiroqdan ichida solinib yotgan bir qisqa jasad va bir parcha yo'g'on eshak terisini ko'rgan edi. Anlaşlarga qaraganda bu ish o'tib atisi o'zlarini o'limolar atib olgan eshaklarning uvusiga o't ketganmish. Bu eshaklar o'z g'ariziga yetish uchun butun Uyg'ur ayollarini qarg'ib purkab, ularni erkin elib sota oladigan mol bozori ichib olgan g'ayonkashlar bo'lib, do'zaxdan oldin o'rin zakaz qilib qo'ygan inson siyoqidagi harom tomoqlar edi. Ularning uvusining ko'ydirilishi belki bir ogohlantirish bo'lsa kerak. Davomi bor.